Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga bir xudo xolasa yaxshi sifatli ta'mir ishlardan video obzor qilib ko'rsatamiz. Sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsangizlar batafsil tushuntirib o'tamiz. Bu eshikimiz neoklassik formada ishlangan. 2 xil variantda, 2 xil svetda kompozitli 04 lik panellarimizdan urib foydalangan holda ishlab ko'ramiz. Bu eshikimizning qalinligi 8 cm. Ochib yapılışını ko'ring. Zamoqlari Frida yangi chiqqan stilda sifatli yaxshi zamoqlardan. Lugalargacha kompozitli panel 04 mm lik lifonlardan foydalanib ko'ramiz. Ustuna nijveykalarning bir xil qora nijveykalardan foydalangan holda ishlab ko'ramiz. Bunda enini 280, balandligi 260 bir dona darvozamizning ustanib ketib ko'ramiz. İkisi bir xil dizaynda ishlangan, promogalari milliy fasonda ishlangan. Abdan eshiklari 25 cm. Eshigimizning korobkasining profillari 1.8 lik, darvozaniki 2.2 lik qalin g'oyishlardan ishlab 3 dan quloqlar urilgan. Hammasida duga besplatni ko'rib ko'ramiz. 2 dan darvoza, eshigimizda 1 dan. Telar ishviler bo'ladi. Quloqlarni keladigan bo'lsak, pochnikli eng yaxshi original pochnikli quloqlardan ko'rib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, dugalardan boltga kelib mustahkamlatib, ertangi kun talabga javob beradigan ishlab ko'ramiz. Eshiklarimiz shum izolyatsiya bo'lgan 100%. Qalin narsalardan ishlab ko'ramiz. Eshikni palatasini kelsak, ina ko'rib turibsizlar, abna eshiklar ham dabolli qalin etib ishlangan. Arka taraflari alikafon zashorkalari adini qo'yilgan. Zamokimiz ustidan zashorkasi bor. Darvozamizdan ochib beklanishini ko'rishingiz mumkin. Eshikni vazn aqlbonlik uchun zamokimiz ham zo'r ochib beklanadi. Buni ham zashorga qo'yamiz. Arka tarafini alikafonlarni plonkadan olgandan keyin bir xil mokriya solib bo'ladi, ald arkasi bir xil svetda bo'ladi. Kimga shunday xudo xolasa sifatli yaxshi narsalar, ishonchli mustahkam narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa pastdagi telefon raqamlari bog'lanaverasizlar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bir like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, xudo xolasa shunday yangi foydali videolarni sizlarga qo'yib tushuntirib boramiz.